Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohidjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'idagi ko'chma uy quriladigan joyga yetib kelganmiz. Bu yerda konteyner 6 metrli konteynerlar Toshkentdan birinchi qo'l holatda olib kelishi, mana shunday insonlarga qulaylik bo'lishi uchun ko'chma uylar, cho'llarga yoki stroykalarga yoki uyi vaqtinchalik uy yo'q insonlarga uy sifatida foydalanish uchun ko'chma uylar mustahkam tayyorlashyapti ekan. Hop, videomiz mobaynida bu ko'chma uylarimiz sovuq o'tkazadimi, qanaqa sharoitlari bor, issiq sovuqqa barchasini ko'rib chiqamiz. Mana usta akamiz ishlashyapti ekan. Assalomu alaykum, hormang usta aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi aka? Mana shu usta akamiz tayyorlayapti, xudo xolasa konteynerdan. Aka, bu issiq sovuqni o'tkazmaydimi? Yo'q, xudo xolasa ko'paytib yaxshi bo'lyapti. Mana 2 qavat qilinyapti, mana bitta miyota. Bundan keyin Penaplas, aha. Bu ham 3lik. Bu ham 3lik. Rekalarimiz ham yaxshi, baquvvat. Rekalar beso'rot, baquvvat. Konteyner nimasi mana? Bu vaqtinchalik emas, butun umr ishlayveradi. Ijorat ishlayveradi anchaga. Tok yo'llari ham montaj qilib ketilyapti. Buni qo'ylar konditsionerlarga, burchaklar Konditsionerlargacha qo'shib ketyapti. Tayyorlarga linoleumlar qoplanadi. Agar gilam solib beriladi, bunisiga linoleum keragi, linoleum solib beriladi. O'tiraman deganga nima? Gilam solib beriladi. Opes qilinganlar, linoleum solib beriladi. Bu teshilib qolmaydi, bu dekormi bu? Ha, bu dekor plus qattiqrog'idan. Qattiqrog'idan ekan, mana ko'rib turganimizdek, baquvvatligi zo'r, xudo xolasa. Uncha-munchaga teshilib qolmaydi. Eng teshilib qolmaydi. Ha, bu xonamiz nechiga nechi? Bu ko'rgam 220. 4 ga 220. Bu xona sifatida ham do'kon hamma narsaga ishlash mumkin, ha? O'zini sharoitiga qarab. Kamiga tenali zakaz qilsa, unga qarab mintaqasiga ham ochib berish mumkin. Ha, eshik ochib berish mumkin, ha? Boshqa tarafini ochib berish mumkin. Buni hammom to'yleti borlari ham bor, ularni hozir ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerda bu tarafi garderob ekan. Eshiklari nima bo'ladi? Akfami, akfa plasmi? Akfa bo'lyapti, nimadan bo'lyapti? Ha, yangi chiqqandan ekanda, ha? Derazasi shu. Al Nur bo'lyapti ekan derazalari, romlari esa Aldelux degan yangi kompaniya ekan, shundan bo'lyapti ekan. Mana bu esa garderobi ekan. Ko'rib turganingizdek, ombor sifatida ham foydalanishingiz mumkin, cho'llarga ham. Bu yaxshi narxda ekan. $1600. Bilamiz, konteyner o'zi $800. Ha, gips karton bilan o'rab tayyor qilib berasizlar, ha? Uy eshiklari ishlaydi, buni qulflab ketaveradi, ha? Konteyner o'zi $800, yo'l kira qilsangiz $900 ga yetib kelsa, $700 ga o'zingiz mana shu holatga keltirsangiz ham ketib qoladi $700. Ya'ni bu yerda optim ish qilinganiga katta ko'p foyda qo'yishmaydi. Shuni hisobiga narx-navosi ham qulay, sifati ham yaxshi. Mana penaplaslarimiz optim holatda olib kelib qo'ygan. Hop. Endi tayyor bo'lganlari ham bor, ularni ham ko'rib chiqamiz. Mana bu ham tayyor bo'lish jarayonida ekan. Mana minivatalarimiz. Hop. Mana bo'lsa tayyor bo'libdi hozir. Tayyor holati. Taglari mana linoleum bilan qoplangan. Derazalarimiz mana juda ham zo'r. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Baquvvatligi ham zo'r. Toklarni ko'rganimizdek, polностью montaj qilib qo'yilgan. Tarmoqqa ulab qo'yasiz, bo'ldi. Mana bu esa avtomatcha ham qo'yib qo'yilgan ekan. Sartaroshxona, uy, ofis, barcha narsaga tushaveradi, xudo xolasa. Bunisi $1800 ekan. Shunday kranda ilib olib ketaveradi yoki o'zlari manikulyator bor, olib borib berishlari ham mumkin bo'ladi. Bunisi $1800. Hozir sizlarga $4000 ligini ham ko'rsatib o'taman. Unisi вообще premium variantda. Mana bu ko'rib turganimiz. Mana ko'rib turganimizdek, tagida prinsipi bilan birgalikda sotilyapti bu. Prinsipini ko'rganimizdek, traktor yordamida sudrab ketishingiz ham mumkin bo'ladi. Traktormi yoki qandaydir manikulyator mashinalarda tayyor holatda mana hammamini kanalizatsiyasiga chiqarib qo'ygan. Mana shu prinsipi bilan birgalikda $4000 deyapti ekan. Mana bu sanuzel, hammom, barcha narsasi tayyor bo'lgan. Mana bu yerga zinalarni ham qo'yib berishadi. Akvaromlargacha tayyor. Bilamiz, konteynerdan suv o'tmaydi. Mana bu zinali varianti mana. Zinalari ham yechiladi, bu holatda ketmaydi. Mana ko'rganimizdek chiqadi bu yerdan. Ichiga solib ketaveradi. Bu yerlari boltga ekali. Mana. Mana bu yerda shunday kirganimizda mana oyoq kiyim yoki ust-boshlar ilib qo'yadigan kichkina joy, avtomat bor.
Va mana bu yerda 8 kishiga mo'ljallangan yotoqxona. Strokada ishlatgani qulay yoki cho'llarga borib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingizga qulay joyga ishxonangizda ishchilar yotishi uchun ham qulay, ham yaxshi sifatli narsa. Ertadan ishlatib bo'lib yana sotib olsangiz ham bo'laveradi. Bilamiz, Sovet paytidagi vagonlarimizni o'rnini mana shunday zamonaviy vagonlarimiz o'rnini bosyapti. Mana kraskalangan, polностью kravatlari ham taglariga mana shunday taxta panellar qo'yilgan. Chiqadigan joylari, qo'yinki nima qulaylik bo'lsa, barchasini qilib berishgan. Xudo xolasa, yaxshi, sifati zo'r. Bu ham tarmoqqa ulab qo'ysangiz bo'ldi to'kini. Buni persep bilan birgalikda olib yuraverasiz har doim. Sudrab yurishingiz mumkin bo'ladi. Persepi komplekt $4000 yanada kelishtirib beradi. Persepsiz qancha deydigan bo'lsa, $1600 dan $2500 gacha o'zingizning xohishingizga qarab yasab berishadi ekan. Ya'ni xonalari yoki jihozlariga qarab narx-navot belgilanadi. Birinchi ko'rib o'tgan $1600-1800 ham persep qo'yib berishlari mumkin. Persepini alohida narxini aytishadi. O'sha $4000 dan $1600 ayirib tashlaysiz, qolgan persep narxi kelib chiqadi. Chunki persepimiz bilamiz, mustahkam qilinish kerak, yo'lda yuradigan narsa bo'lganligi uchun baquvvat tayyorlashgan mana persepni. Balonlari ham zo'r. Sifati yaxshi. Bunisi ham. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga mana shunday ko'chma uylar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Hoji bom sotishadi, Ahadjon hoji. Aloqaga chiqsangiz, yaxshi narxlarda tayyorlab beradi. Sifatlari ham o'ta ham zo'r bo'ladi. O'zbekiston qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar aloqaga chiqing. Yetkazib berish xizmatlarini va mana shunday sifatli konteynerlarimiz narxlarini, o'lchamlarini, barchasini ma'lumotini oling. Shu Tursunov Zohidjon kanalidan chiqdik desangiz, albatta skidka narxlarni tayyorlab berishadi. Siz bilan men Tursunov Zohidjon bo'ldim. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga. Like kutib qolaman.